Assalomu alaykum qadrdonlar, charchamay yuribsizlarmi jigarlar? Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan yurtdoshlar va bizni qadrdon obunachilarimiz. Aziz do'stlar, diqqat qilasizlar, endi bu video qisqa bo'ladi, lekin siz uchun o'ta muhim ma'lumot. Qadrdonlar, bilasiz, biz ancha bo'ldi faoliyatimizni to'xtatganmiz. Ya'ni internetda hech qanaqa o'yinlar qilganimiz yo'q. Va o'rtoqlar, bu videoni qilishimizdan maqsad bizning nomimizdan ochilgan soxta kanallar juda ham ko'p. Ne tolka bizda. Hamma blogerlarning nomidan, kerak bo'lsa Instagramchi, TikTokchilarning nomidan ham, sun'iy intellektlardan ham foydalanib, o'rtoqlar juda ham ko'p oddiy xalqni aldashyapti. Shuning uchun o'rtoqlar, bizning nomimizdan kimdir sizga chiqib, falon pul so'rasa yoki falon pul bering yoki o'yin ketyapti, bilet ol, u bu degan narsalar bo'lsa, ishonmang o'rtoqlar. Bizni avvalgi videolarimizni kesib olib, karta raqam aytgan joyimizni qo'ymasdan faqatgina o'yinga start berdik yoki bilet faloncha qoldi degan gaplarimizni kesib olib, juda ham ko'p moshenniklar bizning nomimizdan Telegram kanallar ochib, haligacha xalqni aldab kelyapti. Shuning uchun iltimos, mana shu videoni maksimal darajada tarqatib beringlar o'rtoqlar. Bu video YouTube'ga ham yuklanadi, Telegramga ham. Biz o'yin qilganimiz yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun iltimos, ogoh bo'ling. Ogoh bo'ling o'rtoqlar. Telegram kanallar juda ham ko'p. Har xil sun'iy intellekt yoki ovozlarga yoki begona nomerlardan telefonlar borsa ishonmang o'rtoqlar. Biz o'yinni to'xtatganmiz. Mana bu hozirda siz Islom Power Telegram kanalidan ko'ryapsiz, bu YouTube kanaliga ham chiqadi o'rtoqlar. Kimga bo'lsa ulashing, oy ishonmanglar, bular to'xtatgan, mana men kafilman deb liboy bittasiga aytinglar o'rtoqlar. Iltimos qilamiz. Biz sizni ogohlantirish uchun video qilyapmiz va shu kecha kunduzda o'rtoqlar Rossiyada avj olgan musofirlarning kartasini kimlardir so'rab olib, sizni Zavotoydan qarzingiz bo'lsa yoki qayerdandir qarzingiz bo'lsa biz yopib beramiz, kartangni menga ber deganlar avj olgan o'rtoqlar. G'irt begona insonlar. Ularga hech qanaqa karta sotmanglar o'rtoqlar. O'zingiz ehtiyot qiling. Bu oxirgi gapim Rossiyada yurganlar uchun o'ta muhim. Va bizning nomimizdan ochilgan soxta kanallardan ehtiyot bo'lishlarini so'rab qolamiz. Video davomida bittasini obrazis qilib ko'rsataman. O bizni 2021-yil, 2020-yil qo'ygan avtomobillarimizni, qo'ygan ovozlarimizni montaj qilib, haligacha xalqni sug'orib kelayotganlar bor. Ulardan ehtiyot bo'ling o'rtoqlar. Yangi chislo bilan biz bugun yangisiga start berdik deb yangi chislo bilan qo'yishyapti, lekin biz start berdik degan videolar aslida o'sha 2021-2022-yildagi videolar. Daji 22 ham yo'q. O'sha uchun ehtiyot bo'linglar. 500 ta qoldi, 600 ta qoldi bilet degan o'sha hamma videolar eski ayrimlari sun'iy intellektda taxlanganmi, xullas hammasi eski. O'zlaringiz uchun ehtiyot bo'linglar. Biz qachon o'yin qilgan bo'lsa, biz promo efir qilib aytib eshitganmiz, promo efir qilamiz qachondir nimadir boshlasak. O'sha uchun soxta kanallar uchun biz javob bermaymiz. O'zlaringiz ehtiyot bo'linglar. Nakrutka qilib Telegram kanallarning sonini bizniki bilan tenglashtirib yoki YouTube kanallarini ham shunaqa qilib, o'sha misol uchun 200 minglik yoki 50 minglik kanallarni sotib olib, faqat nomini o'zgartirib, bizning videolarni joylab, soxta kanallar, moshenniklar pul ishlashyapti. Biz ular uchun javob bermaymiz. Biz qachonki o'yin o'tkazgan bo'lsak, karta raqamlarini, ism, familiyasi bilan kim chiqishini aytib video qilganmiz. Lekin hozirgi kanaldagi videolarga birortasiga ism, familiya, kim chiqishi aytilmagan. Ana shundan ham ajratib olsangiz bo'ladi. Eng e'tiborli tarafi o'rtoqlar, bilasiz, biz oxirida firmani shot silka raqamlarini qo'yganmiz. Bizda karta raqamlari qo'yilmagan. Shuning uchun o'rtoqlar, o'zingiz ehtiyot qilinglar. Qarang, sizni sodda yo'l bilan aldab pulingizni olyaptimi? Demak, ular bizni Telegram kanalimiz bilan bir xil obunachi qilib olishligiga ham aqli yetadi. O'sha ya'niki nakrutka, pakrutka o'shanaqa narsani qila oladi. Bunaqalar nima deyiladi? Bunaqalar iymonsiz. Bilmadim, bu sizni aldab olgan puliga yo ota-onasiga yo farzandiga kafallik olmasa, tavba qildim o'rtoqlar, boshqa yaxshi kuniga buyurishiga buni hech kim kafolat bermaydi. Bu gaplarimiz qanchalik darajada ta'sir qiladi bilmayman. Hammasi Xudodan o'rtoqlar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Bizning nomimizdan ochilgan soxta kanallarga aldansangiz, uning uchun biz sizga biror nima deya olmaymiz. Sababi ular nomi bilan soxta kanal o'rtoqlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Nimadir gaplarimiz bo'ladigan bo'lsa o'rtoqlar, biz sizga ma'lumot berib boramiz. Musofirlar haqida nimadir yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanaliga qo'ldan kelgancha tashlab boramiz o'rtoqlar. Sog' bo'linglar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar jigarlar.
Qaranglar, qadrdonlar, mana bugungi chislo bilan ham bizning nomimizdan chiqargan o'rtoqlar, xabarlar. Mana e'tibor bering. Mana bu gapirganim. Mana do'stlar, chikarlarimiz 5 ta avtomobilga start berdik. Do'stlar, eng o'rtoqlar, bu gaplarim 2021-yil aytilgan. 2021-yilda aytilgan gaplarim o'rtoqlar. Chunki Audi avtomobillarimiz 2021-yilda qo'yganmiz o'rtoqlar. Shuning uchun do'stlar, ehtiyot bo'linglar. Bular hammasi soxta kanal. Mana karta raqamini qo'ygan, ism familiya ham qo'ymagan, ism familiya ham qo'yishi mumkin. Ishonmang o'rtoqlar, ishonmang. Kategorически biz to'xtatdik. Xohlasin ism familiya qo'ysin, xohlasin biznikidek firma ochib shot silka qo'ysin, biz bular uchun javob bermaymiz o'rtoqlar. Biz to'xtatganmiz. Mana bizni Telegram kanal bilan bir xil qilib olib olgan. Ko'rdingizmi? Bu biz emasmiz. Bu biz emasmiz o'rtoqlar. Iltimos, endi biz bular uchun javob bermaymiz. Shuning uchun bizni videolarimizni keng tarqatinglar o'rtoqlar. Mana bizda yo'q o'rtoqlar. Daji mana shu kepgan mana 2021-yilmi, 2020-yil olganman o'rtoqlar. Mana bu ochkini ham men keyin bu ochkini o'zgartirganman va o'rtoqlar mana bu yerda o'rtoqlar hamma videolarimizni aralashtirib ham tashlagan. Mana hamma videolarimizni aralashtirib tashlagan. O'rtoqlar, bunaqa kanallar juda ham ko'p. Bular uchun biz javob bermaymiz o'rtoqlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Videolarimizni keng tarqating, do'stlaringizga aytinglar. Suroj Qofiz, Islom Power, ancha bo'luvdi to'xtatganiga deb.